Befarosatlarga kurashishni yangi yo'lini topishdi. Toshkent shahar Mirobod mahallasida ko'chaga axlat yoki chiqindi tashlab ketadigan odamlarni yashirincha rasmga olib, keyin uni ko'pchilikni ko'zi tushadigan joylarga banner qilib chiqarib ilib qo'yishyapti. Bu g'oya kimni xayoliga kelgan bo'lsa ham, geniy, men odamni hurmat qilaman va 100% qo'llab-quvvatlayman bu narsani, lekin menda bitta ikkita savollar bor. Birinchisi, qanaqa qilib rasmga olishyapti? Kimdir kuni bilan mahallani sekin aylanib, stoking qilib, rasmga olib, mana shunaqa qilib yuribdimi? Yoki hamma joyda kamera bormi u mahallada? Hamma uyiga qo'yib chiqqanmi kamera? Agarda sizni kimdir sizdan ruxsat olmasdan turib suratga olsa, videoga olsa va uni qayergadir yuklasa, bilmadim, ko'chaga mana bunaqa qilib ilib qo'ysa, siz u odamni bemalol sudga berib, qaysidir ma'noda jarimaga tortishingiz mumkin. Конечно же, men axlat tashlayotgan odamlarga ideya bermayapman, ularni qonuniy huquqini himoya qilmayapman. Nima deydi? Qonun есть qonun.